iqtidorli bolalar haqida albatta bitta proyekt qilishim kerak. A что дальше? A что дальше? Mana sen ishlayapsan. Что дальше? Nasriyam yo'q deb ayta olaman, chunki haqqim bor. Chunki men ayol kishiman. Siz o'zi qayerdansiz? Qanaqa qilib Moskvaga tushib qolgansiz? Men oson inson emasman. To'ppa-to'g'ri da men bilan oson emas ham hayotda. O'zbek idealni ayol qanaqa bo'lishi kerak? Chunki har bitta pati bu go'zal inson, bu go'zal ayol. Asosan hamma bu yoqqa keluvchilar asosan gapni ochig'ini aytish kerak, pulga keladi hammasi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar inson xursand bo'lsin. Va bunaqa qilsak yaxshiroq bo'lardi deganda. Kimga maslahat berish kerak? O'zbekistonda bir og'iz telefondan shunaqa telefon qilib chiroyli gapirsang, ana o'shanda marra saniki bo'lgan degan. Men bilardim qaysi so'zda перелистывать qilishini. Befarq bo'lsangiz, ertaga farzandi sizga ham befarq bo'ladi. Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Bugun siz bilan yana Rajab va Mohigul va bugungi meni mehmonim musofirdan kelib qaytadan o'zini tiklagan va bugungi kunda SNG xalqlari aro Rossiyada, Moskvada ko'plab tadbirlarni o'tkazib yuradigan vedusha opamiz. Biz bilamizki, shu taxallus bilan Irin Tayir opa studiyamizga xush kelibsiz. Sizni ko'rgandan xursandman va hajatib kelganingiz uchun sizga tashakkur. Kattakon rahmat Mohigul opa, taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat, shunchalik e'tibor berganingiz uchun va shunaqa juda ham mamnaqa nima desam ekan, vaqt kam joyda lekin vaqt topib ko'rishganimizga ham kattakon rahmat. Irida xonim, bizga qiziq, siz o'zi qayerdansiz? Qanaqa qilib Moskvaga tushib qolgansiz? Men o'zi asli Navoiy shahrida tug'ilganman, O'zbekistonda. O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutini tugatganman, aktyorlik bo'limini. Shu bilan birgalikda Toshkentda radioda ishlaganman, Toshkent kanalida, Qo'g'irchoq teatrida ham aktrisa, ham rejissyor bo'lib ishlaganman va keyin o'zimni bitta orzuyim bo'lgan. Первый шаг degan ko'rsatuvni ochaman. Iqtidorli bolalar haqida albatta bitta proyekt qilishim kerak deb ko'p konsepsiya tuzganman, orzu qilganman-da, ana shu konsepsiyalarimga qarab shu bilan birgalikda hamma narsani tayyorlaganman. Keyin 2016-yil 22-aprelda Первый шаг ko'rsatuvim, ayniqsa shu iqtidorli bolalar haqida oilaviy telekanalda birinchi marta efirga ketgan. Bu yil 22-aprel 2026-yilda esa 10 yilligi bo'lgan ko'rsatuvimni. Ana shu 10 yillik ko'rsatuvimga men nimadan minnatdorman? 10 yil o'tib bu shunchaki ko'rsatuv emas, bu ko'rsatuv har xil mamlakatlardan, har xil shaharlardan bolalar o'zini tabrigini jo'natishgan. Bilasizmi, bu nafaqat bolalarning o'zi, bolalar ota-onalari bilan birgalikda. Shu bilan kollektivlar, men tanimagan kollektivlar ko'rsatuvga qatnashib, o'zini tabrigini uzatib, men keyin bitta narsani tushundimki, bekordan bekorga bu narsalar qilinmaykan hayotda, bekordan bekorga bu narsalar bo'lmaykan. Shu nega endi detskiy proyekt? Chunki men o'zim asli Qo'g'irchoq teatrida ishlaganligim uchun, Qo'g'irchoq teatri bu nima? Bolalar teatri. Men o'zim juda ham yaxshi ko'raman bolalarni. Keyin nafaqat mana teatrda ish faoliyat ko'rsatib, men shunchaki Qo'g'irchoq teatrida yaxshi ko'rib qolganmanki, Qo'g'irchoq teatri haqida rus tilida ko'p международный jurnallarga statya yozardim rus tilida. Bu magistraturada o'qiganimda, keyin esa O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutida Qo'g'irchoq kafedrasida o'zim domla bo'lib ishlaganman. Va o'sha yerda ham ko'p spektakllar qo'yganmiz, ham rejissyor sifatida, ham pedagog sifatida. Bilasizmi, menga bolalar dunyosi har doim qiziq bo'lgan. Bolalar dunyosini juda sevaman. Yosh bolachalarni ko'rsam ham, mana Moskvada ham ko'pincha naviralarimni sog'insam, 2ta naviram bor. Ularni sog'insam, любой bolachani ko'rib shuni quchoqlab,
nima qilsam sog'inchim qandaydir ketadimi desam bo'ladi. Xo'p, nega endi shunaqa proyekt, shunaqa ish joylarda status qanaqa qilib Moskvaga tushib qoldingiz? Moskvaga kelishim sababi bilasizmi, mana har bir Yaxshi hayotdan hech kim chiqib kelmaydi-da. Yo'q, men rostdan aytsam, men ijodkor sifatida nimagadir o'zimni siqilib qolganday his qildim, bilasizmi? Men nimagadir har safar mana televideniyaga ishga borardim. Planlaringiz bo'lmayapti, o'xshamayapti, aytgan narsangiz yurmayapti. Yo'q, televideniyaga boryapman. Har safar mana O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasini tilla harf bilan yozilganini har safar ko'rganimda o'zimga o'zim savol berardim. А что дальше? А что дальше? Mana sen ishlayapsan. Что дальше? Mana sen ты автор и ведущий проекта. А что дальше deb har doim mana shu savolni o'zimga o'zim beraverardim. Bilasizmi, keyin ana shu "a что дальше" degan savoldan har doim kelib chiqardi. Nimaga sen boshqa shaharga bormayapsan? Nimaga sen boshqa davlatga bormayapsan? Nimaga sen o'z imkoniyatingni yana kengroq qo'llamayapsan degan narsalar keladi. Xo'p, to'xtang, следующий вопрос sizga. Xo'p, qanaqa qilib keldingiz Moskvaga? Birinchi kelib nima ish qildingiz? Birinchi kelganimda men Zvizdapad restoraniga tushib qoldim. Zvizdapad restoranida ana shu o'zbeklarning to'yi, tojiklarning to'yi, qirg'izlarning to'yi o'tar ekan. Men o'sha yerga случайно Bunyod Saidovning konsertidan boshlaganman. Bunyod Saidovning konsertiga ведущий kerak deb bular telefon qilishgan, men topishgan. Men Moskvada ekanligimni kimdirga aytgan. Yo'q, birinchi Moskvaga nima ish qildingiz? Shu ведущийlik kirganimdan, kelganimdan. Chunki men hozir aytib berishim mumkin. Mana men Moskvaga ertaga ketmoqchi bo'lganimda, meni yaqin o'rtoqlarim bor, Gulnoz opa va Nurlon aka. Ular aytdiki, agar sen Moskvaga ketsang, seni qanaqadir kimdir поддержка qilish kerak dedi. Men aytdim, kim поддержка qiladi? Bizning o'rtog'imiz bor, Aleksandr Savin degan. O'sha o'zi asli Toshkentlik. Balkim unga telefon qilib ko'rarmiz degan. Men aytdim, Aleksandr Savin nima qizig'i bor men bilan, boraychi, ko'ramiz deganman. Keyin ana shu kelganimda ana shu Aleksandr Savin bilan ko'rishganmiz. Ko'rishganimizdan keyin menga aytdi, "Oh, yoshing 40 dan o'tdi. Nima ish qilasan?" Nechinchi yil o'shanda? 2021-yil. 5 yildan beri Moskvadasiz. Moskvadaman. Ko'rishganimizdan keyin aytdiki, bir harakat qilib ko'rishing kerak, agar bo'lsa bo'lib ketdi, bo'lmasa yo'q degan. Ana shu bo'lsa bo'lib ketdi degani Zvizdapad restoranida boshlaganman. Zvizdapad restoranida Bunyodbek Saidovning birinchi konsertini olib borganman. Shu bilan bo'lib ketdi. Mana shu men bitta narsaga Xudoga shukr qilaman. Moskvaga kelib, men boshqa ishimni qilmadim. Ana shu именно o'zimni soham, o'zimni kasbim va o'zimni faoliyatimni yuritdim. Shu narsadan bitta narsaga xursand bo'ldimki, men shu paytgacha yiqqan bagajim hammasi shu yerda kerak ekan. Даже mana shu proyektlarim 100/100, masalan, лицом к лицу, первый шаг, iqtidorli bolalar uchun ilk qadam, hammasini mana shu yerda spokойно olib bordim. Odamlarga qiziq ekan, odamlarga kerak ekan. Qaytangi meni ko'rsatuvlarimni geografiyasi katta bo'lib ketdi, bilasizmi? Ham katta bo'lib ketdi, ham insonlarga. Ko'rsatuvlaringiz haqida korotga aytib bering. Nima ko'rsatuv? Лицом к лицу, bu лицом к лицу proyekt 100/100. Bu men o'zimizda masalan Centralniy Aziyadan chiqqan yoki masalan Moskvaga kelib bir nimaga erishaman degan insonlarni yo'li qanaqa? Ular qanday yashaydi? Ular nimadan boshlaydi? Ularni masalan жизненный кредоsi qanaqa? Mana shu narsalardan. Iqtidorli bolalar haqida esa первый шаг, ilk qadam deganim bu iqtidorli bolalar. Masalan, bir joyga konkursga chiqib keladi, mana shu konkursda qatnashdim degan joy bo'lmaydi. Qayerga, men bu narsa haqida qayerda aytib beraman deydi-yu, lekin aytib berishga uni ham mana shunaqa studiyada sinmat qilasizmi? O'rda studiyada emas, o'rda men o'zim alohida videografim bilan chiqaman, alohida har bitta bola uchun men alohida podvodka yozaman, u bolalar esa o'zlari onlayn, o'zini uyida kimdir telefonga, kimdir kameraga syomka qilib menga jo'natishadi. Men hammasini podborka qilib o'zim ko'rsatuvimga chiqaraman. И получается, что meni ko'rsatuvim onlayn, asosan mana shu первый шаг ko'rsatuvim, chunki bolalar har xil mamlakatlardan, har xil shaharlardan
o'zi haqida ham aytib beradi, nima bilan qiziqqanligi haqida aytib beradi. Shu bilan birgalikda o'zini salomini yo'llaydi, bilasizmi? Shu bilan keyin ko'rsatuvda общий qaraganda bu aytadi, mana bu shahardan ham qatnashgan ekan, mana bu mamlakatdan ham kimdir qatnashgan ekan, chunki bolalar har xil tilda Хорошо. aytib beradi. Iroda xonimni bugungi kunda Iroda xonim bo'lishiga qaysi xarakter chertasi yordam berib keldi? Kuchli tomoningiz nimada? Kuchli tomonim umuman qo'rquv yo'q menda. Mana bir nimani, agar men bir nimani xohlasam, agar men judayam bir nimani xohlasam, menda masalan yo'q degan so'z yo'q. Menda faqat bor, xohlayman va nima qilsam, mana shu narsaga erishaman. Tamom. Menda shu narsa deb o'ylayman. Har bir ayolni ishongan tog'i bor, поддержка berib turadigan bor. Bu liba nastavniki, liba oila a'zolari, ota-onasi, yo bo'lmasam oilasi, yo bo'lmasam o'rtog'i, yo bo'lmasam partnyori. Iroda xonimni kim qo'llab turadi? Avvalambor bu dadamning ruhi. Chunki men bekordan bekorga taxallusda Iren Tayir deb olmaganman, chunki dadamning ismlari Toyir bo'lgan. O'sha uchun men Iren Tayir deb olganman taxallusda. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, to'ppa-to'g'ri mening partnyorim bor. Chunki menga ham motivatsiya beradigan, ham to'g'ri yo'l ko'rsatadigan, har taraflama meni nima desam, ham ko'makdoshim, noto'g'ri yo'lga kirib qolsam yoki noto'g'ri fikrlasam, mana shu payt meni to'xtab tur, mana bu yerga noto'g'ri qilyapsan degan insonim bor. Shunga Xudoga shukr qilaman. Bu partnyor biznes partnyormi? Yo'q, biznes partnyor emas. Har bitta insonni o'zida maslahatchisi bo'ladi. Mana shu maslahatchi sifatida mentor desak ham bo'ladi mana shu. Tipa mentor, liba kursdosh, kolleg, da? Mana shu koridorda-da? To'ppa-to'g'ri. Nastavnik ustoz emas. Yo'q. Как kolleg, tushundim. Hamkasb sifatida. Zo'r. Xo'p, Iren Tayir xonim bugungi kunda qiyinchiliklarga uchradingizmi? Yo hammasi Rossiyaga kelganingiz paytingiz fundament qo'yilgan, gladkiy yo'l, hammasi zubtib oldi. Qoqildimi, qoqilmadimi? Bilasizmi, har bir insonda mana katta shaharga kelganingizdan keyin, ayniqsa boshqa mamlakatda o'zingizni normalniy turgan vataningizni boshqa mamlakatga alishtirsangiz, albatta qoqilasiz, albatta nima deydi, Moskvaga kelganingizdan keyin birinchi qishni o'tkazib yuborish kerak deydilar. Вот если ты переживешь первую зиму deydilar-da. Ana shu birinchi qishni qanday qilib o'tkazib olasiz? Bu narsa sizga juda ham bog'liq. Birinchi marta qoqilasiz. Davay bitta og'ir jarayonni bitta eslaylik. Esingizdan chiqmayotgan lahza bo'ladi har bitta insonda. Moskva, slezami не верить. Manda bu yerda unaqa qiyinchilik, unaqa bo'lmaganda manda, unaqa men nima desam ekan, masalan, men o'ylamagan joydan polichudesga kirib ketdim. Ana qiyinchilik meni sindira olmagan deydi. Masalan, men o'ylamagan tarzda polichudesga kirib ketganman. Men o'ylamagan tarzga shou звёздыga kirib ketganman-da. Masalan, Ivan Abramov bilan, Azamat Mirsagaliyev bilan ko'rishganman. U nima desam ekan, men unaqa deb men uchun bu qiyinchilik deb ayta olmayman. Qarang, Iren xonim, enaqa sizga savol. 5 yil oldinga qaytaradigan bo'lsak, 5 yil yo'li o'tib qo'ydingiz. Savat shunday 5 yil oldinga qaytarsak, nima qilardingiz, nimani qilmasdingiz? Nimaga vaqt ajratardingiz, nimaga vaqt yo'qotmasdingiz? Nimaga vaqt ajratardim? Ko'proq vaqt ajratardimki, yanada ana shu o'zimning sohamda ko'proq ishlash va shu bilan birgalikda til yodlash, ayniqsa ingliz tili men uchun juda muhim bo'lib turibdi hozir ingliz tili. Ingliz tili ham yodlashim kerak, ham bilishim kerak. Mana bir xil joylarda bo'lib qoladi, ingliz tilim kerak bo'lishi. Lekin afsus, ana shu payt qanaqadir yoqmaydi-da mana shu joylar. Ingliz tiliga urg'u berardim va ko'proq o'zimning ustimdan ishlashimga, mana shu narsalarga. Lekin так Все хорошо. Так, не то, чтобы все хорошо. Все устраивает. Вы знаете, не то, чтобы все устраивает. Я просто понимаю, что я как творческий человек не должна останавливаться. Все время должна идти вперед, потому что я знаю, что за мной это моя семья, это мои дети, это мои внуки. И самое главное, человек, который в меня верит. А для меня это очень важно.
знаете, и вот это все мне помогает. Я не могу сказать, что в Ташкенте, что я в Москве так сильно мучилась. Я не могу так сказать. Почему? Потому что у меня была Второй цель. вопрос у нас Да, другой. да. Ikkinchi savolimiz boshqacha-yu. Qanaqa? Nimani boshqa Boshqa yo'q, hech narsa o'zgartirmasdim. Mana shu qanday o'tgan bo'lsam, mana shu yo'lda to'ppa-to'g'ri o'tgan bo'lardim. Nimaga bilasizmi? Chunki manda bir nimadan yo'q. Я не сожалею ни о чем. Chunki har bitta qadamim bu o'quv jarayoni. Har bitta inson bu mani ustozim. Mana siz ham o'zi menga ustozlik qilyapsiz. Rahmat, siz ham. Rahmat. Tak, nimani kechira olmaysiz? Befarqlikni. Nazarga ilishmasa, To'ppa-to'g'ri. e'tibor berishmasa. Befarqlikni men ana shu narsani kechira olmayman. Chunki befarq inson degani, befarq insonlardan qo'rq deganlar. Shuning uchun befarqlikdan qo'rqaman va befarqlikni kechira olmayman. Men uchun muhim befarqlik, lekin bu siz yo'q degansiz. Xo'p, energiyani qayerdan olasiz? Har kun ertalab turganda men Moskvani janubiy tarafida turaman. Har doim mana kimdir aytadi Moskvada ay nima yo'q, quyosh yo'q deydi. Xudoga shukr. Har kun mani imенно Tepamda quyosh turibdi. Men tepamda quyosh. Har doim mani ertalab tursam, birinchi shukronadan boshlayman. Siz aytganingizga o'xshab shu bilan birgalikda tursam, har doim quyosh menga kulib qaraydi-da. Ana shu quyoshni ko'rib, juda ham chiroyli osmonni ko'rib, men har doim ana shu narsadan energiya olaman. Har doim shukrona. Mana bironta tadbirda o'tkazaman-ku, ana shu tadbirda o'tkazganimdan keyin rahmat sizga kattakon, biz kutmovdik, biz bilmovdik. Moskvada ham shunaqa ведущий bor ekan. Mana shu bilasizmi, samimiy tilaklarni eshitganimdan keyin insonlardan yanada ruhlanasiz, yanada kuch olasiz, yanada o'zingizga o'zingiz aytasiz, vaqtida kelibman, bekordan bekor emas ekan. Hamma narsani o'zini nimasi bor ekan, yo'li bor ekan deysiz. Mana shu. Siz uchun ideal ayol kim? O'zbek ideal ayol qanaqa bo'lishi kerak? O'zbek. Xo'p. Endi Da. natsiga nima qilmaymiz ayol. O'zizga o'zimizga o'xshagan. Men uchun idealniy ayol bu ayol o'ziga masalan vaqt ajratib biladigan, shu bilan birgalikda oilasiga vaqt ajratib biladigan, shu bilan birgalikda bolalari saramjon, uyiga kirsangiz masalan uyi ozoda, toza, shirin ovqatlari bor. Har doim har taraflama ham tayyor, har taraflama bu bilasizmi, unaqa грубый, жесткий unaqa emas. Bu shunaqangi issiqki, mana uni gapirishi ham sizga yoqadi o'sha ayollar. Uni o'zini tutishi ham sizga yoqadi. O'zini mana внешний taraflari ham boshqacha. Mana shu idealniy ayol deb bilaman. Chunki ayol erkakdan nimada farqi bor? Farqi shundaki, erkak kishi ko'p narsaga qo'pol bilan qarasa, qo'pollik bilan ayol kishi har doim yumshoq bo'ladi. Gapirishi ham, o'zini tutishi ham. Chunki ayol inson shunaqa bo'ladi. Bo'lmasa ayolga Irada xonim bo'lardi farzand tug'ish va farzand berish. To'xtang. Irada xonim, o'ziz ham shunaqa ayolmisiz? Men o'zimmi? Yo'q, mani joylarim bor, qayerda men ayol kishiman va shunaqa joyga kelib qoladiki, qayerda men tadbirkorman, qayerda men rahbarman, qayerda men organizatorman va qayerda men ведущийman. Nimaga? Chunki men aktyorlikni bitirganman. Bizda aktyorlikda o'rgatilgan bu narsalar. Ayol kishi hamma joyda har xil bo'lish kerak. Siz hamma joyda bir xil bo'la olmaysiz. Keyin siz dollar emassiz hammaga yoqish uchun, bilasizmi? Bu dollar hammaga yoqadi. Ayol kishi yo'q. Ayol kishi bilish kerak, qayerda o'zini qanday tutishi. O'sha uchun men o'ylayman, bu narsalar bilasizmi nimaga kiradi? Bu narsalar sabrga kiradi, aqlga kiradi. Keyin har bir insonni o'zi tarbiyalaydi. Siz o'zingizni qanday qilib tarbiyalayapsiz? Ota-onangizni tarbiyangiz tashqari, masalan, atrof muhitni tarbiyasidan tashqari siz o'zingizni qanday qilib tarbiyalaysiz? Men masalan o'zimni o'zim tarbiyalaganman. Men o'zimga o'zim plan qo'yganman, men o'zimga o'zim sel qo'yganman, men o'zim mana shu bilganman. Moskvaga kelganimda meni hech kim kutib o'tirgani yo'q. Menga hech kim tayyor plashatka qilib qo'ygani yo'q. Lekin men bilganmanki,
punkt qayerda va qayerda ertaga bo'lishim kerak. Xo'p, Iroda xonim kim? Investormi, tadbirkormi yo творческий insonmi? Творческий inson. Однозначно творческий inson. Однозначно. Vaqt bilan pul turganda nimani olardi Iroda xonim? Vaqt. Faqat vaqt. Chunki men uchun vaqt juda ham g'animat va men uchun vaqt, men masalan hech qachon vaqtimni bekorchi gaplarga yoki bekorchi narsalarga o'tkazmayman. Chunki meni vaqtim qimmat turadi va meni vaqtim men uchun muhim. Iroda xonimni o'rtoqlari bormi, dugonalari? Yo'q, men o'rtoqlarim, dugonalarim bor deb ayta olmayman, lekin maslahat qilayotgan ayollar bor. Maslahat qilayotgan, menga maslahat berayotgan insonlar bor. Masalan, Turkmanistonda xizmat ko'rsatgan artist 81 yoshga kiryaptilar. Bu meni ham ustozim, ham maslahatgo'yim Validaxonim Sachakova. Masalan, yoki Viktoriya Edvardovna Lazich, это историк-publitsist. Masalan, ular ham yoshlari juda katta mendan, lekin shunga qaramasdan qanaqadir vaziyatlar bo'lib qolsa, men bilaman kimga qanday qilib nimani aytish va kimdan to'g'ri maslahat olish. Hozir kunda sotsial setlarga chiqib ketyapti-da, ayol tadbirkorlar. Nima deb o'ylaysiz? Bular oldin ham bo'lganmi? Yo bo'lmasam hozir hamma shunaqa qilib o'zini ko'rsatyaptimi? Yo siz qanaqa qaraysiz? Men o'ylaymanki, ko'pincha mana shu ikkinchi aytganingiz, ko'pincha hamma o'zini ko'rsatyapti, keyin hozir Instamirda hamma chiroyli kartinkani ko'rsatishni xohlaydi, hamma счастливый, pozitivniy hayotni ko'rsatishni xohlaydi. Men ko'proq samimiylik uchun. Men har doim masalan, men sotseti men aytmayman, "O, meniki zo'r, menga qaranglar." Yo'q, men bunaqa demayman. Men shunaqa paytlar borki, bitta masalan bir nima qanaqadir podkast yozyapman, lekin o'sha podkastda nastreyeniam yo'qdir. Nastreyeniam yo'q deb ayta olaman, chunki haqqim bor. Chunki men ayol kishiman. Bugun nastreyeniam bunaqa, ertaga esa bugun nastreyeniz qanaqa? Bugun nastreyeniam ajoyib, chunki bugun quyosh. Ham quyosh, ham yaxshi insonlar bilan ko'rishish, ham nima desam ekan, sizga ilhom beradigan insonlar bilan ko'rishish. Shu bilan birgalikda mana vaqtimiz qanaqa zo'r o'tyapti. Mazza qilib ikkalamiz suhbat qurib o'tiribmiz. Yana qayerda? Moskvada. Nechta farzandlaringiz bor, Iroda xonim? Meni rostdan aytsam 4 ta farzandim bor. Hozir tushuntiraman. Bitta qizim, bitta kuyovim xuddi o'zim bolamda va 2 ta naveram, shirin shakar. Shuning uchun men hammasini bolalarim deb bilaman. Shuning uchun bemalol 4 ta farzandning onasi desam bo'ladi. Chunki kuyovim O'shanaqada o'zi, yo'q, stop. Bitta qizingiz bor. Bitta qizim. Ko'raman. bitta qizim, lekin kuyovim xuddi o'zimni bolamda. O'sha uchun men Xudoga ming qatla shukr qilamanki, Allohga ming qatla shukr bitta farzandim 4 ta bo'lganiga. Zo'r. Xo'p, qiziz tadbirkorlarmi yo uy bekasilarmi? Yo'q, qizim uy bekasi, ko'pincha rassom, chunki qizim rassom, Kamoliddin Bekzod nomidagi rassomchilik nimasini tugatgan, institutni tugatgan. Xo'jayinlari voyenniy sohada ishlaydilar va shu bilan birgalikda albatta katta naveram, mana Habib 6 ga kirdi. Habib ham juda ham yaxshi ko'radi rasm chizishni. Genetika. Genetika bilasiz. Siz oldindan aytdingiz. Onasini ko'rni qizini. To'ppa-to'g'ri. Chunki mana men o'zim yoshligimda rasm chizishni yaxshi ko'rganman. Juda ham hozir men nimadan xursandmanki, Habibda har bitta rasmni chizgan rasmini menga jo'natishadi. Ko'ribchi mazza qilaman. Allohga ming qatla shukr qilaman. Mana meni bolamda mana shunaqa nimasi qobiliyati bor. Mana shu qobiliyati umuman boshqacha tarzda ham nima desam ekan, он развивается в этом смысле. Menga juda ham yoqyapti mana shu narsa. Allohga ming qatla shukr. Ikkinchi naveram esa faqat raqqosa. Raqsga tushgan. Chunki o'zim ham Oilalimisiz? Ha, albatta. Hammasi joyida. Hammasi joyida. Hammasi joyida. Rahmat aytasizmi turmush o'rtog'ingizga? Zatoshda sizga terpet qilib yurganlariga? Oy, yo'q, не только терпеть, bu terpet emas. Tvorческий insonga qanaqa qilib terpet qilsa bo'ladi? Bilasiz. Haykal qo'yish kerak u insonga. To'ppa-to'g'ri. Bu balkim bu yerda terpet emas, bu yerda bir-birini tushunish. Hayni chiroyli so'z aytyapsiz. Unaqasiga kolxozchasiga gapirganman. Yo'q, mayli. Siz men xo'p deyman, sizni gapingizga mayli terpet qilish, chunki
man oson inson emasman, to'ppa-to'g'ri, da man bilan oson emas, ham hayotda, ham ona sifatida. Necha yillik ro'zg'orsizlar? 20 yil. 20 yillik. Bu oson narsa emas-da, bilasizmi? Bu qancha yo'llardan o'tgansizlar-da. To'ppa-to'g'ri. Qancha yo'llardan o'tgansizlar. Так что shunaqa ayolga bardosh berishlik ham oson emas, opa. To'ppa-to'g'ri. Iroda xonim. Mayli. Qabul qilaman, bo'pti. Qabul qilaman. Qabul qilaman, mayli. Xo'p, endi oilangizga bir kirib chiqdik. Endi keling bir kollegalaringizga o'taylik. Moskvada bitta sizmi vedushi, yoki sizga o'xshaganlar bormi? Yo'q, Moskvada vedushiylar ko'p. Moskvada ham taniqli, masalan, hofizlar bor, hofizalar bor. Ne, vedushi. Именно vedushi. Vedushi deganda siz vedushimisiz? Kimsiz? Man ham vedushiman, ham masalan Yo, bittasida siz kuchlidirsiz. man vedushiman. Vedushilar, vedushilar haqida gaplashamiz. Bilasiz, Moskvada bor vedushilar, man yo'q demayman, lekin ular asosan bilganlarim erkak vedushilar. Nima desam ekan, biz ular bilan parada ishlaymiz. Я такая ненормальная deydi. So'cha to'xtamayman. Parada ishlaymiz u vedushilar bilan, u vedushi erkaklar bilan. Man nima qilmayman, naоборот, bu tandem bo'ladi. Mana shu tandemda ishlayotganingizda siz qaytanga yana o'zingizni ochasizda. Chunki mana любой sohada faqat siz lider bo'la olmaysiz. Bor shunaqa insonki, masalan, sizga boshqa narsani ko'rsatadi yoki tandemda o'rgatadi sizga ishlashni. Ana shu taraflari bor. O'sha uchun tandemda ishlaganimizda bu boshqacha bo'ladi. Birlashsak o'samiz. To'ppa-to'g'ri. O'sha uchun men xo'p. Iroda xonim 5 yil jarayonida shogird chiqardingizmi? Yo shogirdlikka? Bilasizmi, men Toshkentda yashaganimda, ana shu первый шаг ko'rsatuvni olib borayotganimda, parallelно menda teatrальный studiya bo'lgan. Детская театральная студия под названием Ilk qadam. O'sha Ilk qadam studiyasida juda ko'p bolalarni men ana shu estradno sirkovoy kollejga o'qishga kiraman yoki masalan O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutiga o'qishga kiraman degan bolalarni men tayyorlaganman. Ana shu shogirdlar hali ham menga yozib turishadi. Iroda Tairovna, assalomu alaykum. Vlad, Diana, Gleb. Hozir o'zbeklardan menda asosan rus bolalar kelganda, rus bolalar kelib, rus bolalar mendan o'rganib, keyin hammasi estradno sirkovoy kollejga avtomatik kirib ketardi. Chunki men 3 ta Moskvadachi. Moskvada bilasizmi? Moskvada menda faqat onlayn. Mana kimdir yozsa ham. Yo'q. Vedushilikka. Yo'q. Xo'p, qarang. Biz masalan siz ham musofir kelgansiz, men ham musofir kelganman-da. Bugungi kunda shu musofirdan yana hojatini chiqarib yuribsiz-da, xonim. Nima deb o'ylaysiz? Biz mana shu koridorda biz, ya'ni vedushilik qilyapsiz, tadbirkorlik kimdir qilyapti. Asosan siz tadbirkorlar bilan ishlaysiz, to'g'rimi? Tadbirkorlar bilan ishlaysiz. Nima qilsak, yana ozgina o'sardik. Men faqat o'sish tarafdoriman-da. Bilasizmi, nima qilsak o'sardik? Men o'ylaymanki, biz ko'proq siz to'ppa-to'g'ri aytyapsiz. Ko'proq bilim bersak yoki bir-birimizga men ko'rmayotgan yo'lni siz menga ko'rsatsangiz, siz men ko'rmayotgan yo'lni siz menga ko'rsatsangiz, bir-birimizga maslahat bilan yordam bersak, o'shanda to'g'ri bo'ladi. O'shanda boshqacha bo'ladi. Chunki mana shu Moskvani o'zida to'y qilaman yoki bironta tadbir qilaman degan insonlar menga telefon qilganda, qo'ng'iroq qilganda, men ularga to'ppa-to'g'ri konsepsiyani aytib beraman. Mana bunaqa qilsangiz, mana bu yerda bo'ladi, mana bunaqa qilsangiz, mana bunday bo'ladi. Mana bu restoranda narx mana bunaqa, mana bu restoranda mana bunaqa. Siz pulingiz necha pul bor? Qaysi byudjetga siz рассчитывать qilyapsizki, qaysi restoranda nimani o'tkazsangiz bo'ladi. Mana shu tufayli, mana shu jihatdan men unga maslahat bera olaman. Bu maslahat mendan bemalolda, mana masalan, men bu uchun Xo'sh, qarang. Hozir biz kecha kunduzda 500 kishilikka tadbir o'tkazishimiz kerak. Bu banket, quruvchilarning banketi, ya'ni korporativniy prazdnikda. Bizga 500 kishilik halalni kuxnasi bo'lgan joy, chiroyli joy kerak. Moskvada qayer bor? Moskvada qarang, siz o'sha nimaga qaraganda yoki restoran Safisa yoki masalan Yo'q, restoran Safisa Zayn ekanmiz, ko'rdik. Tushuna, Paradise-chi. Paradise bilmaykanmiz. Adinsovadagini ham ko'rdik, Zayn ekan. Paradise-da agar nima qilsangiz, men bilamanki, shu Paradise-da 500 ta odamga joy bo'ladi. Tamommi? Yana bormi variant?
man masalan ishlagan joylarimni aytyapman, chunki kuxnyasini bilgan joyimni aytyapman man sizga. Bu Paradise nimaga Safisa aytdim? Chunki man kuxnyasini bilaman. Bizga juda yoqdi. Paradise nimaga aytyapman? Yanvar oyida so'radik, Safisa Zaynat ekan. Ana, ko'rdingizmi? Paradise mana shu tarafda. Keyin yana bitta Plovmaniya bor, Solntseva metroda. Lekin u yerda ikkita etaj. Ana shu ikkita etajda sizlar zanit qilib tadbir qilsangizlar bo'ladi. Plovmaniyada, kстати, samarqandlik bola. Agar xohlasangiz, men sizga keyin kontaktini beraman. Xo'p, endi qarang, bizda hozir asosan xalqimiz ekonom klassda yuribdi-da. Endi ekonom klass deb o'pish aytyapman. Ya'ni oddiy ishda, qora mehnatda. Xo'p, o'shalarni ikkinchi pog'onada o'sha boshqa xil narsa yuribdi-da. Bizda hech qayerdan kamimiz yo'q. Biz ham o'tsak bo'ladi-yu. Albatta. Как inson sifatida, как ведущий sifatida, siz ham o'zingizcha analiz qilasiz-da. Biz eplay olamizmi ikkinchi pog'onaga ko'tarilishda? Albatta, bilasizmi nimaga bog'liq? U kuni mana bizga uyga elektrik kerak bo'ldi, shu yerda Moskvaning o'zida elektrik bola keldida, o'zini mana 5 yil oldin kelib Moskvada oddiy nimadan boshlagan, oddiy farroshlikdan boshlagan ekanda, oddiy farroshlikdan boshlab keyin esa Moskvani universitetini tugatib, qarang, universitetni именно elektrik bo'laman degan sohasida tugatib, siz bilasizmi, hozir masalan Moskvani 4 ta rayoni bo'lsa, hamma 4 ta rayonda ana shu Hasanboy degan bola ham obslujivать qiladi, ham normalniy ishda ishlaydi, oyligi bor. Chunki nimaga? Chunki Moskvaga kelib shu yerda oliygohni tugatgan. Rus tilini ham shu yerda o'rgangan. Bilasizmi? Mana inson xohlasa Bor. Bemalol, bilasizmi, kelib shunaqa chaqqon bola ekan, nimada yuribsiz desam, Kobaltda yuribman deydi. Kobalt nima desam, Kobalt gazda deydi. Ikkalamiz mana qarab turdik-da, bilasizmi? Chunki men hayronla qoldim. Mana qilsa bo'lar ekan, mana xolasa bo'lar ekan. Aytman dedi, o'zim dedi Andijondanman, lekin birinchi kelganimda Moskvada umuman til bilmasdim dedi. Hozir tilni o'rganib mana tugatib oliygohni shu bilan birgalikda mana ishimni yurityapman. Xo'p, men ko'p ko'ryapman. Bizda hozir o'zimizda ham, bu yerda ham pati bo'lyapti. Borishyapti. Men ko'rdim, siz qatnashyapsiz. Men patilarni juda ko'pini o'tkaraman, chunki dogovor bor, bu hamma blogerlar bilan. O'sha qilayotgan patini organizovat qilaman degan blogerlar bilan dogovorim bor, определенный. Chunki kontent yig'amiz shu bilan birgalikda, ular men uchun, men ular uchun. Xo'p, savolim boshqa. Da, mayli. Shu patilarga vaqt topishyapti, pul topishyapti, borishyapti. Shu patilarni u yerda tok o'yin kulgi bilyapti-da, to'g'rimi? Buncha pul topyapmiz. Xo'p, nima qilaylik? Mayli, erkakligi tegmaylik, o'zbek ayollar kelyapti. O'shalarni yangi urovingga chiqarishimiz uchun nima qilsa bo'ladi? Biznes treningga yoki masalan bironta bir o'zi uchun bilim olib olishi uchun. Bilasizmi, bu yerga men o'ylaymanki, mana biznes treningda organizovat qilaman degan inson shunaqa gibki podxod topish kerakki, bu ayollar-ku. Ayollarga nima kerak? Ayollarga o'zini go'zalligini ko'rsatadigan, bu degani, значит, o'zini tashqi ko'rinishini ko'rsataman. Shu bilan birgalikda men o'zim haqimda aytib beraman, chunki patida imkoniyat bor. Chunki men o'zim ssenarniy plan yozaman u patilarga. Har bitta kelgan insonni o'zini imkoniyati bor o'z haqida aytib berishga. Mana o'z haqida aytib beryapti. Shu bilan birgalikda qanaqadir shvedskiy stol bir nimadan tatib ko'ryapti-da, shu bilan birgalikda hamma bilan ham suhbat bo'lyapti. Lekin qanaqadir bilasizmi, nimaga ayollarimiz shu patiga xolaydi? Chunki qayergadir borib, qayergadir yozilish kerak, o'zini ko'rsatish kerak, обязательно. Tilla taqinchoqlarni, chiroyli liboslarini. Chunki har bitta pati bu go'zal inson, bu go'zal ayol. Chunki u обязательно xuddi modelga o'xshab yuradi, modelga o'xshab o'zini kiyimini ko'rsatadi. Bu narsalar men o'ylayman, uyda qila olmasa kerak bu narsani. Balkim turmush o'rtog'i so'ramasa kerak, sen bugun nima kiyding yoki nima. Bu qaysi insonlar? Har kun mana kimdir sidelka bo'lib ishlaydi, kimdir farrosh bo'lib ishlaydi, kimdir qayerdadir masalan guvernantka bo'lib ishlaydi. U yerda yo'q unaqa imkoniyat. Lekin patiga kelsa, mana shu 4 soat patida bor. O'sha uchun agar siz mana shu taraflama olsangiz, albatta o'tkazsak bo'ladi. Konsepsiya qildik. Da, 6 oyda ishlayapmiz. Men u jenskiy aytdim, 4 ta proyektim bo'lgandi.
ikkitasi, bittasi hamkorlikda bo'lganda uni to'xtatdik. Chunki tepadan qilmaysizlar degan zigaz tushdida. Ikkinchisi ayollarniki bo'lgandi. Bir yil ayollarnikini yurg'izdim. Taksloshni yeri bilmaysan. Ayollar bilan ishlash o'zi oson emas. emas. Men buni o'zimdan bilaman. Ana Nima endi uchun? qarangda, Da. shunda men auditoriyam asosan erkak tadbirkorlar. Yana menga sпрос tushyapti-da. Muhigul, sen обязательно ayollar uchun yaratishing kerak. 6 oydan beri men komandaga topshirganman. Konsepsiyani ikki xil qilishdi. Международный или обычный маленький. Men aytaman, международный qilishimiz kerak. Sen to'g'ridan-to'g'ri международный qila olmaysan, пока auditoriya tayyor emas. To'ppa-to'g'ri. Международный chiqish uchun buni qilishga aytib, xo'p, konsepsiya международный olamiz-u, но все равно потихоньку в расчет qilamiz deb tayyor bo'lgan konsepsiyamiz. Hozir datasini qo'yishimiz kerak. Biz ham xuddi paytiga o'xshatib qilamiz. Qiziq krasni daroshkalar qilamiz. Har bitta ayol chiqib keladi, fotosessiya, fotosyomkada, признанияda, вот, шведский stol. Ozgina bizning farqimiz знание qo'shishimiz. 30% знание qo'shmoqchi biz. Xudo xolasa kelib vidish bilib berasiz. Albatta, Xudo xohlasa, faqat oldinroq aytasiz. Chunki bilasiz, o'zingiz grafik juda ham ziq, grafik juda ham tiqilinch. O'sha uchun bemalol. Men qo'limdan kelgancha sizga albatta yordam beraman. Muhigul opa, chunki men nima uchun bilasiz? Men o'sish uchun. Men yordam berish uchun va men agar qo'limdan kelsa, ochib qo'limdan kelgancha yordam berish. Super. Hozirgi ayollarga nima deb maslahat bergan bo'lardingiz? Masalan, ana patilarga boryapsiz, eshityapsiz, har bittasi mikrofon beraman, gapiryapti deyapsiz-da. Xo'p, ularni bola nimada? Biz ayollarimiz nima xohlaydi? Вообще-то ularda bormi? Shu keldim, qita o'say, yo biz bitta normalnimi? Asosan hamma bu yoqqa keluvchilar asosan gapni ochiqdan aytish kerak, pulga keladi hammasi. Puldan siqilgan yoki masalan qanaqadir oilaviy sharoiti noto'g'ri. Ana shu taraflama kelyapti-da, masalan, kimnidir oilasi O'zbekistonda qolgan, o'zi yuribdi mana bu yerda. Kimdir oilasi bilan kelgan bu yerga. Lekin hammani o'ziga yarasha problemasi bor. Mening maslahatimki, har bitta ayolga o'zligini yo'qotmasin. Inson o'zligini yo'qotmasa, o'shanda boshqacha bo'ladi. Chunki har bir inson, ayol kishi bo'ladimi, erkak kishi o'zligini yo'qotmasin, o'zini kimligini har doim his qilib yursin. Mana bugun, to'g'ri, bugun men farroshman, lekin ertaga kelib men har doim ham farrosh bo'lmayman, lekin men ertaga boshqa plan qo'yishim kerak. Men ertaga o'zimga boshqa zadacha qo'yishim kerak. Ana shu zadachaga erishishim kerak. Mana shu. Xo'p, o'zini yo'qotish uchun nima? Masalan, ayol kelib o'zini yo'qotib yubordi. Shunaqa kartinkalarni ko'rganmisiz? Juda ham. Aytib bering-chi, kim ular? Qanaqa bo'ladi ular? Bilasizmi, Moskvaga kelib qolgandan keyin juda ko'p bir xillar bor. Qayerdandir pul kelib qoladi-da. Qayerdandir pul kelib, umuman boshqacha o'zgarib qoladi. Ham o'zini tutishi, ham yurishi Sizga boshqa xayolga ketdi. ana shu payt. Ichida irodasi qanaqa? Bormi o'zini ushlaydigan narsalari? Ana shu payt mentalitet. Iroda xonim, sizga qayerdandir pul kelib qolganmi? Mengammi? Yo'q, men har doim Menga ishlagan. kelmagan. Har doim Qayerdandir pul ishlagan. kelmagan. Lekin bor shunaqalar. Tushundim. Shunaqalar bor. Острый вопрос tushundim. Da, shunaqalar bor. Menga qayerdandir kelmagan. Men har doim ishlaganman, izlanganman. Shuning uchun savol berdim-da. Yo'q, menga. Lekin men ko'raman-da, bunaqalarni juda ko'p ko'raman. Iroda xonimga yangi proyekt tushsa, yangi возможность eshik qoqib kelsa, joy bormi? Yo, yo'q, bo'ldi. Men menga yetadi deb yuraysizmi? Конечно, joy bor. Bu birinchidan kelayotgan men uchun proyekt yoki kelayotgan men uchun bir qanaqadir Возможность. Da, возможность. Agar bu men uchun o'sish bo'lsa, men uchun yanada bundanda mukammal bo'lish bo'lsa, men harakat qilaman. O'sishmi, pulmi? Yo'q, men uchun o'sish. Chunki pul har doim pul bor. Lekin pul bor. Pul gap hozir bu yerda pul haqida ketmayapti-ku. Gap men ertaga kim bo'laman, men ertaga nima qilaman va men ertaga bolalarimga nima qoldiraman degan narsa bor. Xo'p, дальнейший shu yerda yashaysizmi yo O'zbekistonga qaytasizmi?
Bilasizmi, buni vaqt ko'rsatadi. Nima uchun? Chunki bugungi sharoitda mana man musofirlar uchun kerak ekanman. Man shu yerda o'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq millati, даже Kavkaz millatlariga ham masalan hozir ular bilan ham ko'p ishlayapman. Man shu yerda kerak ekanman. Shu yerda rizqim bor ekan. Allohimga ming qatla shukr qilaman. Lekin masalan bu degani men davlatimga qaytmayman degan narsalar emas. Знаете, вот сейчас я бы хотела сказать словами Раима Фархади. Люблю тебя, Узбекистан, сильнее всех заморских стран, громады гор, разлив полей, шеренги стройных тополей, неповторимые края. Ты мой, ты родина моя. Люблю базаров шумный гвалт, где есть все то, чем край богат. Не сыщешь девушек стройней, таких, как здесь, в стране моей. Пленит их взор и гибкий стан. Все это ты, Узбекистан. Тебе желаю я всегда расцвета, мира и добра. Olqishlariz. Klassdan zo'r. Agar sizga eshik qoqib, bir singlimiz kelsa, opa menga vedushilikni o'rgating deb. Nima deb javob berardingiz? Man yo'q demayman. Birinchidan, qaysi tillarni biladi? Ikkinchidan, nimaga tayyor? Chunki siz aytganingizga o'xshab, bir nimani o'rganaman desang, bir nimadan kechishing kerak. Nimaga tayyor ekanligini so'rashim kerak. Tayyormi o'zi shu kasbga? Chunki vidushi bo'laman degani bu faqatgina chiroyli kiyinib yoki faqat makiyaj, prichoskada yurish emas. Yo'q. Bu insonlar bilan muloqot. Bu har bir insonga, mana bitta tadbirda 200 ta odam bo'ladimi yoki 300 ta, har bir insonni ko'nglini topish. Har bir inson o'ylab gapirish. Biladimi? Bo'ladimi unda? Bormi shunaqa narsalar? Avval ko'rish kerak. Bu inson tayyorligini ko'rishim kerak. Agar bu qobiliyatlar bo'lsa, nimaga yo'q? Albatta, qo'limdan kelgancha yo'q. Sizga shunaqa savolki, hozir masalan 100 ta klientingiz deb oladigan bo'lsak, 100 ta klientingizdan qanaqa natijalar sizni taklif qilyapti? Asosan Moskvada asosan tojiklar, o'zbeklar, qirg'izlar, qozoqlar, keyin aytamanki hozir juda Kavkaz nimalari juda ham ko'p, masalan dagestanцы, avarцы, потом nagayцы, mana shunaqa chechenlar. Qaysi protsenti ko'proq? Qaysinisida kolичество ko'proq? Ya'ni protsentni dollarda bo'ladigan bo'lsa, tojiklar juda ham ko'p. Juda ham tojik xalqi juda ham ko'p tadbir o'tkazadi, juda ham ko'p to'y o'tkazadi, shu bilan birgalikda. O'sha uchun tojik tilini yaxshi hamki men Buxoroda o'qigan ekanman, Yengil sanoat texnikumida. Shuning uchun tojik tilini o'sha yerdan ham bilaman. Tojik tilida ham olib borasizmi? Ha, tojik tilida ham olib boraman. Albatta, kelin salomni ham masalan 3 ta tilda aytib beraman. Ham tojik tilida, ham o'zbek tilida, ham rus tilida. Zo'r gap yo'q. Xo'p, o'shanda sizni taklif qiladiganlar oddiy xalqmi? Chorna rabotada yurgan yo уже tadbirkorlikka chiqqanmi? Qarang, Mohigul opa, menda bu yerda yo'q sloy. Kim qanday yo'q. Mana balkim o'zingiz qiziqmayotgandirsiz. Yo'q, bu narsa emas. U bilasizmi, mana telefon qilishadi, mana shunaqa, mana tadbirim bor deydi. Mana shu kuni siz bo'shmisiz? Ha, albatta. Nima qilish kerak degan savol beraman. O'shani zaprosiga qarab o'tkazib beraman, tamom. Hamma narsa zaprosga bor. Men faqat bilmoqchiman, bu yerda tadbir qiladiganlar oddiy mehnatda yuribdimi yo tadbirkormi ular? Bilasizmi, har xili bor. Oddiy mehnatda yurayotgan. Qaysingiz ko'proq? Men hamma bilan ishlayman. Bu yerda hamma kimdir masalan shaurma. Значит, siz ahamiyat bermas ekansiz. Doskонально изучать. Men statistikani olib bormayman, bilasizmi nimaga? Menga eng asosiy narsa kim bo'lishidan qat'iy nazar inson xursand bo'lsin. Xursand bo'lsin, kelin-kuyovlar xursand bo'lsin, ertaga farzandlari baxtli bo'lsin, ertaga mana beshik to'y. Men ko'p narsaga qiziqmayman deng. O'zim ishimni qilaman, chiqib ketaman. Menga juda ham muhim o'zimni ishimni как положено qilish, чтобы hamma insonlar davolim bo'lib qolish. Men uchun bu juda katta, muhim, da, men uchun для меня это имеет огромное значение. Iroda xonim uchun bormi такой-то plan именно ayollar uchun? Yo faqatgina детский produktda qolasizmi? Yo'q. Men bilasizmi, men o'zim 5 yildan beri Telegram kanal olib boraman. Ana shu Telegram kanalning nomi Успешная я.
degan. O'sha успешная я Telegram kanalida ham aktyorlik mahoratidan, ham sahna nutqidan, ham qandaydir mana bu badanni nima qilish uchun ham man har xil nimalar o'zim podkastlar yozib jo'nataman. Ham shu Telegram kanalimda xohlaganlar har doim kimga nechta qiziq kishi bor u bo'lsa. yerda? Bu yerda 200 tacha odam, lekin unaqa ko'p emas, lekin ham har safar bir nimalardir yozadi-da. U yerda asosan ayollarmi? Asosan ayollar. Asosan ayollar u yerda kim nimani xohlasa o'shani yozaveradi yoki lichkami yozaveradi. Mana bu haqida aytib bering yoki mana bu narsa haqida aytib bering. Albatta bemalol qanaqa informatsiya bo'lsa, har doim я всегда делюсь этой информацией на своем Telegram-канале «Успешная я». Закрытая информация emas. Хорошо. Opa, boshqa vedущlarga qaraganda bizda hozir o'zbek vedущlarimiz bu yerda kelib o'z mahoratini yangi urovga chiqaryapti-da. Ana shu boshqa sizlarga qarab baho berasizmi? Biz mana bunday qilsak yaxshiroq bo'lardi deganda. Qayerga, kimga maslahat berish kerak? O'zbekistonda Yo'q, shu yerdagilarga. Shu yerdagilarga. Bilasizmi, men bitta narsani bilamanki, siz bironta sohani olib boryapsizmi, ana shu soha bo'yicha juda ham ko'p izlanishingiz kerak. Ведущиlik ham xuddi shunaqa soha. Masalan, men nafaqat rus tilida, nafaqat o'zbek tilida, shu bilan birgalikda tojik tilini ham ko'p men произношенияsiga ko'p ahamiyat beraman, shuni ustidan ko'p ishlayman. Chunki menga juda ham muhim, ertaga mana nechtadir odam eshitib tursa sizni, qani o'ziga qanaqa o'zini tilini eshityaptimi yo'qmi yoki o'zini vatanni his qilyaptimi yo'qmi? Bilasizmi, men sizga hozir O'zbekiston haqida bekorga she'r aytib bermadim. Har bir kelgan inson o'zini xuddi o'zini vatanida his qilganday his qilish kerak. Bo'lmasa nimaga taklif qildi? Nima ведущиlar kammi Moskvada? Yo'q. Просто Iren Tayir kelganda o'sha vatan tuyg'usi bo'lishi kerak. Men qayerdanman? Kelib chiqishim qayerdan? Men o'zimni Moskvada, shunchaki Moskvada emas, men уже o'zim qishlog'imga borib qoldim degan narsalarni his qilsa, ana o'shanda men ishim to'g'ri Qanaqa qilgan klientlar bilan ishlaysiz? Yo, hamma bilan ishlayverasizmi? Yo'q, menga Bo'lgan holatki, men shunaqa klientlar tushsa, shunaqa joyga bormayman degan. Yo'q, menda unaqa yo'q. Men chunki bitta narsani aytay, men diplomat. Hamma bilan harakat qilaman. Hammani yo'lini topishga, hammani ko'nglini topishga. Chunki bir nima neto qilsam, avvalambor men aktrisaman-da. Menga mumkin emas kimnidir nima qilmasligi yo'q. Men harakat qilishim kerakki, har bir insonni ham psixolog bo'lasiz, ham diplomat bo'lasiz. To'ppa-to'g'ri topishingiz kerak yo'lini. Bo'lmasa siz nimaga institut tugatdingiz? Siz nima qilyapsiz? Umuman bu sohaga nimaga keldingiz? Ajratayotgan bo'lsangiz. Bizga ajratish mumkin emas. Xo'p, keyingi savolim. Men hozir ko'ryapman O'zbekistonimizda даже blogerlarni ham chaqirishyapti-da. Chunki ko'p kishi kuzatadi ularni-da. Siz mana Moskvada hozir xalq bilan ishlayapsiz-da. Sizga davlatimiz tomonidan qanaqangidir nazar berildimi, svязga chiqishdimi, aloqa yuritishadimi? Halicha bo'lmabdi. Yo'q, bilasizmi, har yili mana O'zbekiston mustaqilligi bo'ladi. Tadbiri O'zbekiston mustaqilligini O'zbekiston posolstvosida o'tkazamiz. Keyin mana VDNXda O'zbekiston pavilyoni bor. O'sha O'zbekiston pavilyonida qanaqa tadbirlar bo'lsa, ana shu hamma tadbirlariga qatnashib, hamma tadbirlarni olib boraman. Har doim. Shu bilan birgalikda, masalan, O'zbekiston posolstvosining posoli har doim o'zini minnatdorchilik xatlarini yuboradi. Bu xatlarni men sizga bemalol rasmga tushib jo'natishim mumkin. Zo'r. Bu masalan hamma bu yaqin orada tadbir turibdimi bir o'zbekska? Mana hozir Xudo xohlasa mana O'zbekiston mustaqilligi yaqinlashib kelyapti. Bu asosan yo 30-avgust kuni o'tiladi, Moskvada o'tadi bu tadbir yoki 29-avgustda. Bular masalan 10 kun oldin yoki bir hafta oldin telefon qilib, qo'ng'iroq qilib xabar beradi va biz shu tadbirga tayyorlanamiz. Chunki u yerda выступлениялар bo'ladi. Masalan, Rossiya tarafdan kim tabriklaydi, O'zbekiston vakillari kim tabriklaydi. Hammasi как положено bo'ladi. Menga savol berdingiz siz. Onangiz bilan munosabatingiz qanaqa va onangiz siz uchun qanchalik rol o'ynaganlar? Bilasizmi, Mohgul opa, men bugungi kunda rus tilini bilishim bu nafaqat Xudo rahmat yotgan joylari jannatda bo'lsin, dadamni nimasi bor,
Chunki mana masalan hamma bolalar ko'chada yurgan bo'lsa, man har kun mana bir stopka gazet turardi. 1 soat 40 minut har kun rus tilida gazeta o'qirdim. И я это читала вслух. Nima uchun? Chunki dadam aytgan, tilni shunchalik bilish kerakki, hech kim telefondan tushunmaslik kerak san o'zbek ekanligingni. San shunchalik sof bilishing kerakki tilni. Ertaga tiling uzun bo'lsin, любой joyga qo'ling tegsin. Qo'ling tekkan joyda ishingni hal qilib bilishing kerak. Bu narsa san kelib yuzma-yuz bo'lishing shart emas. Bir og'iz telefondan shunaqa telefon qilib chiroyli gapirsang, ana o'shanda marra saniki bo'lgan degan. Onamning esa hislari O'sha paytlarda telefon bo'lmaganda. yo'q, домашний telefon. Домашний telefondan. Keyin onam esa hozir onam borlar, hayotlar, onam Xudoga ming qatla shukr, Asiya Turdiyeva. Onam esa har doim bizga ertak o'qiganlar. Bilasizmi, yoshlikdan juda ko'p ertak o'qiganlar. Hamma ertaklar rus tilida bo'lgan. Keyin onamning bitta nimalari bor edi. Mana ertak o'qib berardilar. Ana shu ertakni qani qizim endi menga aytib berchi yoki ukamga aytaydilar. Qani Zoir san aytib berchi desalar, men ukamdan oldin hamma narsani shivirlab aytib berardim-da. Ana shu mana onam 2 marta o'qib berardi bironta ertakda. Qaysi stranitsaga qayerga olib mana bunday nima перелистывать страницу, men bilardim qaysi so'zda перелистывать qilishini. O'shanda oilada ikkita farzandmisizlar? O'sha payt 2 ta edik, hozir esa 4 ta. O'zi 4 ta bo'lib ketdi keyin. Lekin o'sha payt 2 ta edik. Bizda oilamizda 2 ta o'g'il, 2 ta o'rin qiz. tutadi Iroda xonim? Birinchidan Oilada bitta lider bo'ladi-da. nima desam ekan, gap ochig'i, men juda qattiq qo'l qaynabaman. Qattiq qil bo'lmagansiz, bergacha yetib kelmasdingiz. Balkim, lekin Tizim, uyimizdagi pravila. uyimizdagi kelinlar masalan onamdan ko'ra mendan ko'proq qo'rqishadi, chunki aytadi, "Apamullam kelyaptilar, Toshkentdan apamullam kelyaptilar yoki Moskvadan apamullam kelyaptilar" deb hamma narsa muhayyo qilib, tayyorlab, nonushtalarimgacha hamma narsani tayyorlab, muhayyo qilib qo'yadilar-da. Ish qilib o'sha uchun men Xudoga ming qatla shukr. Qaysi tarafdan yor birodarlaringizni qo'llab-quvvatlaysiz? Har taraflama bu deganda moddiy emas, ayniqsa mana agar maslahatim kerak bo'lsa, agar mana bir nima qilmoqchi, lekin bir nimaga qilishga nimadir ushlab turibdi yoki bir nimadir xohlayapti-yu, lekin bo'lmayapti. Mana shu payt juda ham kerak maslahat. Xo'p, Iroda xonimning yoshlikdagi orzusi nima bo'lgan? Samolyotga o'tirib, samolyotda juda ko'p mamlakatlarni ko'rish. Qachon ro'yobga chiqarasiz? Chiqaryapman. Ko'p edi qancha? Ko'p edi, 10 ta mamlakatdan kam emas. Хорошо. Qachon o'sha birinchi samolyotga qachon mindingiz? O'zim sizga aytaman. 9 yoshligimda biz Dushanbega uchib boruvdik. Yaksa minib Dushanbega, Tojikistonga uchib boruvdik. Mana o'sha uchun ana shu 9 yoshligimdan boshlab, o'zi 7 yoshimda birinchi Rossiyaga kelganman, biyim bilan, chunki qattiq kasal bo'lib qolganman o'sha payt. Keyin shu yerda 1,5 oy yashaganmiz biyim bilan. Keyin esa yana qaytib uchib ketganmiz Navoiyga. Ana shunaqa 7 yoshdan boshlab. Iroda xonim bolalar bilan ko'proq ishlaydi. Xo'p, hozirgi bolalarni yangi pog'onaga olib chiqish, ularni kuchli tomonlarini bilishlik, yo bo'lmasam hozirgi ota-onalar nimada to'g'ri qilyapti, nimada noto'g'ri qilyapti? Ota-onalar hozir noto'g'ri qilayotgan joyi bu bolalarga befarqligi va telefonni berib tashab qo'yishi. Bu noto'g'ri narsa. Lekin bor shunaqa ota-onalarki, masalan, bolasiga nima beradi? Erkinlik beradi. Lekin shu erkinlik bilan birgalikda ham kontrol qilib turishadi. Chunki bilish kerak-ku, bola nima qilyapti, bola qayerga boryapti, nima ish qilyapti, nima bilan band. Mana shu ota-onalarni men boshqacha qabul qilaman. Qanaqa qilib bolani yoshlikdan o'sha qirrasini, talantini aniqlasak bo'ladi? Bilasizmi, bola mana birinchi bo'lib, mana masalan o'zim naveramdan nima qilaman, qiyo qilib aytsam, o'zimni mana naverlarim birinchi bo'lib har doim ularda albom, kraski, har doim karandashlar bor. Hali ham biron joyga nima bo'la mehmonga borsa ham har doim qizim o'zi bilan olib yuradi-da bu narsalar. Nima uchun? Chunki bu o'quv qurolida. Chunki olib chiqadi-da, shu payt "Я хочу рисовать" deganda hamma narsa olib chiqiladi-da. Chizishni boshlaydi. Tamom. Masalan, bu bolani bilasizmi, 1 yoshgacha уже ma'lum nimaga qiziqishi, nimaga. Chunki masalan mana oddiy
o'yinchoqlarni ham olib mana palaparchin bola otib tashlaydi. Nimaga? Lekin shu payt ota-ona o'tirib sabr bilan ko'rsatish kerak. Qani bolam bunaqa emas. Mana birgalikda yordam beraman senga, birgalikda olib qo'yaylik, birgalikda qilaylik. Ota-ona nimani ko'rsatsa bola o'shani qaytaradi. Shuning uchun birinchi payt mana ota-onadan boshlanadi hamma narsa. Befarq bo'lsangiz, ertaga farzandi sizga ham befarq bo'ladi. Iroda xonim, rahmat. Podkastimiz juda chiroyli o'tdi, samimiy o'tdi. Dildan ikki o'zbek ayoli suhbat qildi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Kattakon rahmat sizga shunchalik vaqt ajratib, topib va yanada men aytamanki, mazza qildim. Men ham Rahmat mazza kattakon. qildim. Hurmatli tomoshabinlar, Reelslarimizda chiqadi, podkastimiz YouTube kanalida ko'rasizlar. A также agar savollaringiz bo'lsa, imенно Iroda xonimga kommentariyada yozib qoldiring. И также agar to'y marosimlarga Moskvada o'tkazishni plan qilgan bo'lsangiz, men faqatgina Iroda xonimni tavsiya qilaman. Bizni kuzatishda davom eting. Biz siz bilanmiz. Sog' bo'ling. Rahmat. Да.